mana biza ilk ota yemdamiz. Jo'jalarimizga maxsus zakaz qilingan maxsus yemini olib ketgani keldi. Mana yem zavod konveyer. Kuniga 10 tonnalab, 20 tonnalab chiqarishadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz. Mana Sobir akamizning yangi joylari tayyor. Qora anjon tovuqlarni jo'jalariga kutyapmiz. Xudo xolasa. Mana narigi betda zanli go'rildi. Mana katta bo'lishyapti, ko'z tegmasin. Hammasi yaxshi. Yaxshi ko'rinishdi. Mana dam ochishdi. Qaranglar. Kutyapmiz anjon qora tovuqlarning jo'jalarini, xudo xolasa Ulug'bekni o'zlari shundoq olib kelib, topshirib, joylarimizni tekshirib, ko'rib, maslahat berib, xudo xolasa bizga topshirib ketadilar. Kutyapmiz. Hozir kelib qolishadi ozgina. Hozir 5-6 minutga kelishadi уже. Ha, jiyan, tamam, ko'rsammi? Uxlamay jo'jalarni qabul qilib olay deyapsanmi? Ha, polni o'zi suv berib, yemlarini beryapti-da, mana sekin shogird tushyapti menga. Mana deyishdi, o'rgan. Ha, sekin o'rganyapti, qarayapti. Allohga shukr. Endi men baraka topadi. Gopaytda charchab anaqa qolsam, bolam deyman kir suvlarini borib, qo'l lattani yuvib, artib, keyin suv qo'yadi. Hammasi artib tozaligiga qaraydi-da. Endi tozaligiga qaramasa bo'lmaydi, bu shunaqa bir sani olamida hamma sani ko'radi. Xudo xizr. Malades. Sana xudo xohlasa. Predinni shogird-da. 1 yilda professional Xudo xolasa. jo'jalarni yetishtiradigan bo'ladi. Malades. Ha. Qo'yat, ketdi. Oboraka jo'jalar. Xudoyimga shukur, mana eson kelishyapti mana. Mana. Keling. Ulug'bekni shaxsan o'zi. Ulug'bek o'zi shaxsan kelyapti-yu. Keling. Pastga tushirasiz. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Siz rahmat. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Bu ventilyatorlar bilanmi bu? Ha, ventilyatorlar bilan. Havoni aylantirib turadi-da, bu yoqdan sovuq turadi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimi, tinchmisiz? Ulug'bekjon. Bu yer Ariq akam hushyor bo'ling. Ha, sizlar ehtiyot bo'laylik, men bilaman. Yaqin ko'rsatib turing, men bu mana shu tomonda. Ha. Qanaqa ko'rsatib beradi, qanaqa ochishni? Hozir ochib beradi, ko'rsatib beradi akang. O, tuxum ochganda kelasan, men o'zim xudo xolasa. Balon teshilib qoldimi? Yaxshimi bu ko'rib qopti? Yo'q, o'zlari tushirishdi-da. o'zi qildi-da. Ha? O'zlari tushirishdi-da bu chuqurga, kolobga. Yo'q. Birodarlar ko'rildi. Hayron. Mehmonlar kelyapti. Yo'q, ani vitaminni qaysi bilan qo'yamiz? Nimasi? Vitamin, antibiotik ko'raymi? Ha? Antibiotik ham bor. Mana shu antibiotik shuni ko'raymi? Jo'jaga 0,02 gram. Masalan, 10 ta jo'jaga 2 gram. Hop, 100 ta jo'jaga 20 gram. 1000 ta jo'jaga 200 gram. Ertalabki bir mahalga donga beriladi. Hop, oltin gugurt sizga kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda cho'qishga, bir-birini cho'qishga. Hop, undan tashqari ichagida qurt, boshqa narsasi bo'ladigan bo'lsa, uni oltin gugurt oladi. Hop, undan tashqari pat to'kilishi, pat qoplanmas kasalliklariga. U ko'p sanasam. Buni turibdi. Mana bitta. Bunda bor, o'sha og'zini ochib nafas olyapti. Endi bunga antibiotik ham kerak. Lekin antibiotikdan tashqari mana tarkibida sulfademizin, trimiopirim degan dorilar bor. Keyin o'sha nitox, oksitesasiklingda inyeksiyali ukol. Oksitesasiklingda. Ana shuni berish kerak. Chunki bular ham yo'lda olib kelgan, yo o'zdan olib kelgan. Bu aynan shabadadan tashqari mana dim havo bor-ku. Ana shundan ham keladi. Endi bunga dim havodan kelib chiqadi-da bu xirillash. Ko'pchilik buni o'ylaydi, hariga shamollatib qo'ydik deydi. Yo'q, bu shamollashlik emas. Bu o'zini kasali hariga laringotraxeitga o'xshagan narsa bo'ladi.
Hozir 60 litrga 60 gram antibiotikni sog'atsa, mana jo'jalarga antibiotik tayyorlash jarayoni. Shaxsan Ulug'bekni qo'lladim. Shuni sog'olmasa, aralashtirgan oson bo'ladi. Ana dekan qandashib oldingmi? Ya bo'ladi, ona dorini berishdan oldin bitta chayqatib olib, keyin solinglar dorini. Shunaqa qo'yman baklashida. Mingta jo'ja, mingta. Mana biza ham ochib ko'ringlarchi. Mana jonivorlar. Joniga sol sakraylar, ha, davay. Yangi uylarga keldinglar. Kelinglar. Sovragam jo'jalar. Qora anjon tovuqlari, jo'jalari. Ulug'bek bular bir oylik, ha? Mana. Chiqinglar, mana, chiqinglar. Mana yayrashyapti. Hali shunchaki ochilmadi. Juda bor. Chiqinglar. Uylarga keldinglar. Uyalishyapti-da bular. Chiqmayapti. Chiqinglar, o'zinglarni uyinglar bemalol propiskaga o'tdinglar endi. Bugundan boshlab. O'zinglar uyalmay chiqaveringlar. Mana suvlari ham tayyor. Ulug'bek tayyorlab berdilar dorilarini. Shu stress holatiga tushmasligi, yo'lda shamollab qolgan bo'lsa, shu kerakli dorilarini tayyorlab, videoda ko'rdinglar, tayyorlash jarayonini. Mana endi yemlari ham solingan yemdonga. Hozir qolgan viyolaga ham yemlar solinadi. Nariyolada solingan. Taxminan ketib keladi dedik. Mintasi u ancha oshib ketdi. Barakasini bersin. Vertolyotmi? Jo'jalar, Allah. Yo'lga chiqdi. Deb qo'rqarganman. Qani. To'g'riga tayyor. Egashib keldi. Ha, bo'ldi. Egashib keldi. O'zi andijon bora joni qattiq bo'ladi. Hozir probka hisobiga 8 soat berib kelgan bo'lsa ham jo'jalarni qo'yadi.
Necha soat keldinglar hozir? 8 soatda. Yo, Xorazmga necha soatda borasiz? Samolyotda Amerikaga uchgan deyapsizlar. Olmutdan Xorazmga borishni 1 sutka yetib oldi. Cheksiz barakasini bersin. Yo'ldan chanqalab kelishgan mana. Qaysi birida chanqab ishyapti. Qaysi birlardir mana yotib olib, o'tirib olib. Ovqat yeyapti. Bu talash, hamma joy bonkasi bo'ladi. Vodiy suv emas. Buning ichida dorisi bor. Harakatini bersin. Mana qanaqaga olib chiqqin? Olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladingizmi? Men boshladim. Bolajonlar kelibdi. Jo'jalarimiz yetib keldi. Endi mehr berana qolamiz. 1000 dona jo'jalarimiz yetib keldi. 20 ta oshig'i bilan berdingiz-ku. 20 ta bonusi ham bo'ldi. Bonus qildingiz-ku. Endi mana Xudoga shukr. Men bilija antiqa-yu, oyoqda paypoqlari bor. Oyoqda paypoqlari bor, chiroyli. Ranglilari ham bor. Xudoy damakni tovuqqa o'xshagan. Ha. Xudo xolsa endi buni mehr berib boqib Xudo xolsa 4 oy yaxshilab qarasangiz quvonishni boshlaysiz inshaalloh. Xudo xolasa. Xudo xolasa 15 yil ekanda. Yana 4 oyda Xudo xolasa. Ana o'shanda bitta tuxumini shunday yutib oldi. Xudoga shukr deyiladi-ya. Butun qilgan mehr hammasi qolib chiqib ketadi. Albatta. Sizga katta rahmat. Mana siz insiator bo'ldingiz. Siz mana shuni kutib oldingiz, menga shunaqa fikrlarni berdingiz. Men juda xursandman. Mana joyi ko'rdingiz, suv mana. Joylar hammasi yo'q. Muzda yetib qo'yilgan. Buni shu 2-3 oy bitta boqamiz, keyin yo'q qolamiz, Xudo xolasa. Mana Ligorini ham ko'rib berdilar, g'ayrat bu yoq. Hozir antiber berdim men ham. Mana shunday qo'shib berdim. Boshqa dorilarni yozib beraman. Sizning ishingizga fayz baraka bersin. Hoji onaga uzoq umr bersin-da. Biz ham duo qilib o'tirsinlar. Amin. Alloh yaxshi to'ylar qiling. O'sha to'ylaringizga menga nasib aylasin. Amin. Birga borib qo'l ochib duo qilib turaylik. Allohim mana shuncha bu ham bir yetti xazina deydi. Albatta. Allohning bergan xazinasi bu ham. Albatta. Endi mehrga, unga qarash, parvarishga faqat o'zimizga bog'liq endi. Xudo xolasa. Men minnatli roziman sizga. Topgan pulingiz faqat barakasini bersin, yaxshi qilib yashirsin. Amin. Topgan ham baraka topsin. Alloh akbar.